Assalomu alaykum. Hamma sifarishinglar mashina, hamma darvoza pulishlar mashina yolg'onchi. Ya'ni internetga 4 million, 4,5 millionga darvoza qo'yadi, telefon qilsangiz yo tugab qoldi deydi, yo undan yo'q edi, adashib ketib gapirishadi deydi. Hozir o'shaning uchun videoda boshidan sizlarga narx-navo bilan qaranglar. 3,5 darvozamiz kelib olib ketsalar 4,5 million bor realniy gap. Xo'p, biz qayerda turibmiz? Namangan, Shamshiboyda turibmiz. Hozir Maqsudxon akamdan to'liq ma'lumotni, aka shunaqa narsalar ko'p internetda. 4,5 millionga telefon qilsa tugab qoldi deydi. Ko'pchilik darvoza pulishlar nomiga dog' tegib bo'ladi. 4,5 millionga siz berasizmi shuni? Berib yuboramiz, xudo xohlasa. Kelib olib ketsa, razmeri, kraskалari, materiallari xudo xohlasa razmerlari 3x3, kraskalarga xudo xohlasa garantiya, quyoshga chidamli, xudo xohlasa. Chidamli. Razmer 3,5, aka qarang, nerjavikalari bor. Nerjavikani xolaga sariq nikkel qilib beraverasiz. Nerjavikani xohlagan rangga qilib beramiz, sariqqa, qoraga, oqqa. Farqi yo'q, aka. Farqi yo'q. Aka bu o'zim bir oshdan darvozalarni optim sotiladigan joyiga eganmiz, ishlab chiqaruvchi o'ziga. Xo'p, bir oshdan sizlarga videoda qaranglar, razmerini, listini, narxini aytib o'tamiz, sizlar zeriktirib qo'ymaslik uchun. O'shaning uchun bitta-bittadan like bosinglar, hamda fikrlaringizni olarda qoldiringlar. Shunaqalar aldo yo'l bilan har xil videolar chiqyapti internetda. 4,5 million chiqarding, yolg'onchi ekansan deb sizlar fikrlaring mana Maqsudxon akam pastda nomeri turibdi. 4,5 millionga bemalol olib ketsalar ham bo'ladi. Bunimiz-chi aka? Bunimiz 3,5 ga 3,5 darvozamiz. Xo'p, bu 2 qavatli darvozamiz. Xo'p. Shtampovka 2 qavatlik, shumkada bo'lgan. Ponni hamma joyi mana. Shumka, nerjavikali, kraskalari ham xudo xohlasa ishonchli. Ishonchli, ya'ni mashinaga sachiladigan mashina gruntovkasi bor tagida, gruntovkalarni qilib, chiroyli qilib olib chiqilgan. Orqa oldi bir xil. Orqa, bittani orqasini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana orqasini ham ko'rsatib qo'ying. Mana, orqa oldi bir xil, ya'ni orqasi gruntovkani o'zi bas ko'rib turganlarida kraska qanday bo'lsa, xuddi shunaqa. Xo'p. Necha pulga beraveramiz endi buni? Xo'p, buni kvadratini 1 million 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Turishini-chi, Maqsudxon aka? Xo'p, buni turishini 12,5 millionga qilib berib yuboramiz. 12,5 ga. 12,5 million qilib berib yuboramiz. Xo'p, qarang. 6 million, 7 millionga ham xuddi shu ko'rinishda darvozalarimiz bor. Farqini aytib bersangiz, list bilan tunika bo'ladi, to'g'rimi? List, ha, list. Bu qalin listda bo'lgan. 1-2 listda bo'lgan. Qalinligi 1-2. Bu 0908 emas, qalinligi 1-2, orqasi 09 bo'ladi. Oldi 1-2 bo'ladi. 1-2 bo'ladi. Ha, ichida mana ichpon stiklovati bo'ladi hamma ko'zlarga. Ha. Ya'ni ancha-muncha shum-pumlar ham kirmas ekan. Ha, mana ovozini eshityapsiz. To'ppa-to'g'ri. Zamonani yaxshisini qo'yganmiz, xudo xohlasa. 3 tomoni mana shiveler. Yo'llari. Only shivelerda bo'lgan. Polni shivelerda. Dondonlar hammasi shiveler. Xo'p, yonimizdagicha aka, hozir eng trend bo'lgan buni yong'oq fason deydi, areshki deydi. Nima desa bo'laveradi. Xolasalarning tevasini ochiq qilib berishadi, xolasalarning tevasini yopiq qilib berishadi. Shu, bu ham 3,5 ga 370 razmeri. Bir qavatli bu. Ya'ni balandroq uylarga bo'lsa. Ha, 1-2 stenasi qalinligi. Listi. Taglar shiveler, mana yo'llar bilan 8 ga 6 da bo'lgan. Profilda. Narximiz-chi? Aka, narximiz buni 7 millionga berib yuboramiz. 7 millionga. 7 million. Endi hozir aytayotgan narxlarni qarang, vodiy bo'ylabmi, O'zbekiston bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Vodiy. Boshqa joylarga kelishilgan holatda. Toshkent, Voha tarafdagilar yo'lga ham pul qo'shiladi, xudo xolasa, to'g'rimi? Xudo xolasa, ha. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Aka, menda bitta diplomat darvozamiz turibdi, ya'ni puli yaxshi bo'lsin, menga pulini qizig'i yo'q, uzoq yil xizmat qilsin degan darvoza. Ya'ni listi ham qalin, mata hamma yo'llari eng premium klassda. Buni kvadratini necha bilan qilib beryapsiz? Aka, buni kvadratini 1 million 200 ming so'mdan 1,5 milliongacha bor. Buni farqi 1,5 milliongacha deganimizning farqi 1 million 450 ming 1,5 milliongacha bu. Ha. 1 million 200 ming so'mdan shu kayfiyatda chiqadi. Shu kayfiyat, shu ko'rinish faqat profillarda o'zgarish bor, stenalarga o'zgarmaydi. Stenalar o'sha. Ya'ni o'zgarish bo'lmaydi unda. Yo'q, prosta profilda o'zgarish bo'ladi. Profilni yupqaligida emas, profilni hajmi o'zgaradi. Ha. Profilni 8 ga 4, 8 ga 6, 6 ga 6 o'shanaqa. Bu 8 ga 8 da bo'lgan. Bo'ldi. Demak bu Maqsudxonaga 15 milliondan teva chiqar ekanda narxi? Narxi bu agar shu razmerda bo'lsa bu 21 milliondan tevada chiqadi. 1 million 450 ming so'mdan qilib beramiz kvadratini. Kvadratini. Omma xudo xolasa ancha yil ishlatishadi. Xudo xolasa, mana eshigini qalinligini ham ko'rib qo'ying. Bu yoqdan keling.
Mana. Bo'ldi, bu tomondan oldi, bu tomondan oldi, endi mana bu tomonidan. Mana orqasi, mana yo'ni mana. Oho. 8 ga 8 da bo'lgan. Mana orqalari. Qo'y, puliga yarasha ekanda aka. Albatta. Xo'p, Dubai fasonchi, iPhone fason. Bu iPhone fasonimiz. iPhone Dubai fason deydi. Dubai, iPhone. Bu ham oldi 2 likda bo'lgan, orqasi 1.8 da bo'lgan. Stenalar mana profillari ham stenasi 2 likda bo'lgan, 8 ga 4 da. Kraskalar xudo xolsa devoni eng yaxshisini sepganmiz. Shvelerlar 12 lik. Shvelerlar 12 lik. Ha, arzonroq berib yuboramiz buni. Necha pulga beramiz aka? Asli 16 million deyapmiz. Skidka qilib 14 millionga olib beramiz vodigacha. 14 millionga berib yuboramiz shuni. 14 millionga olib beramiz. Paydida 18-20 dan kam sotilmagan Dubai fasonimiz 14 million. 14 millionga berib yuboramiz. Na razmeri 3 ga 3,5. 3 ga, ya standart razmer. 3 ga 3,5. Razmeri 3 ga 3,5. Shpolijon bo'lsa bemalol olib borib o'rnatib berishadi. Xudo xolasa. Xo'p, bu tomonda bitta ajoyib judayam chiroyli darvoza turibdi. Bunimiz-chi, Maqsad aka? Bunimiz kufshin deydi, ko'za. Bu fasonimiz 1.8 da bo'lgan. Bu anchadan beri ko'p yildan beri qilib beriladi bu narsani. Bo'ldi, bular yonida ko'p. Buni o'zini xaridori bor. Ustunlarigacha bor ekan ko'rinishlar. Profil 6 ga 4 bo'lgan bu ham. 6 ga 4 da 1.8 stenada bo'lgan. 1.8 mi? Stenasi 1.8 qalinlikda bo'lgan. Yaxshigina qalin bo'lgan. 1.3 emas, 1.8 da bo'lgan. 6 ga 4 profil. Zamonlari mana Zuber zamon, kraskalarni ham xudo xolsa laklarni ham yaxshini sepib, xudo xolsa xizmat qiladigan qilib tayyorlab qo'yamiz. Necha puldan endi bu Maqsad aka? Aka, buni 1 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. 1 million 200 ming so'mdan qilib beramiz, ha. Bo'ldi. 1 million 200 minggacha. 8 list. Listi yuqalashgan sari narx arzonlashib boradi. Arzonlashib boraveradi. Eng arzonni necha puldan qilib beramiz kvadratini? Darvozalar. Darvozalarning eng arzoni shtampovkalarni agar qilinadigan bo'lsa 500 ming so'mdan boshlaydi, ag'i 700 ming, 750 minggacha ketaveradi. Ketaveradi. Ha. Bo'ldi. Ya'ni shtampovka yangi chekka chiqqanlar, vaqtinchalik arzonroq darvoza keladigan bo'lsalar, shtampovkalar ham bor. Bu tomonda mana yana bitta razmeri katta, guli ko'p, chiroyli svetdagi, ya'ni hozir 2020 trend bo'lgan maloshniy bilan gold aralash svetimiz. Bunimiz qanaqa endi Ahson aka? Buni Buxoro fason deymiz. Buxoro fasoni. Bu ham 6 ga 4 da 1.2 listda bo'lgan. Aha. Kraskasi Yaroslav kraskada bo'lgan. Kraskasi bu Devuga qaraganda bu boshqacharoq kraska. Bu Yaroslav kraska. Narxida ham farqi bor. Shveller ham 10 shvellerda bo'lgan. Aha, shveller. Yondorlari. Bo'ldi. Aka buni qarang, yonida ikkitadan gumbazlari bor. Bittalar bor, ruchkalari bir xilda. Agar razmerlariga to'g'ri kelsa, gumbazlarni qo'yiladi. Aha. Kichkina razmerlarga tushmaydi. Mana 3 metrlikka, 3,5 metrlikka, 3 metrdan oshiq darvozalarga kengroq darvozalarga 3,5 metrlikka zo'r tushadi mana shu. Shunaqasimi? Xo'p, aka bunimiz nechta pul endi? Turishini aytaylik, bo'lsa kvadratini aytmasdan, turishini mana shu. Buni turishi 9,5 millionga 9,5 millionga olib borib o'rnatib beradilar vodiy bo'ylab. Ko'rib turganlaringdek, shu darvoza ham kattaligi katta, balandligini ko'ryapsizlar. Shu turishini 9,5 millionga dastlabki ustanovka qilib berishadi. Undan tashqari ko'rib turganlaringda bu tomonda, aka bu tomondaglar ko'rsataylikmi yo narxini o'zini aytib beraylikmi bo'lsa, Masxur aka? Ko'rsataveramiz farqi. Bitta narxini o'zini aytib beraylik aka, videomiz cho'zmaymiz, qaranglar. Bag'da standart, ya'ni skromniyroq darvoza kerak desalaring, bunimiz bor. Bu endi high-tech fasondagi. High-tech fason bular. Aha. Bular nech puldan, jamoat Masxur aka? Bular kvadrati 1 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. 1 million 500 ming. Orqasidagi. Bular shtampovka, bular o'sha 650 ming so'm. 500 mingdan boshlab 750 minggacha. Bularimiz bular ham 1 million 500 ming so'mdan. 1 million 500 ming so'mdan. Ya'ni high-tech deysizlarmi, shtampovka deysizlarmi? Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turganlaringdek assortiment juda ko'p. 50 tadan oshiq tayyor darvozalar bor. Zakazga ham yasash qilib berishadi. Pastda nomerlarni qoldirganman. Kimga arzon darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Azam bu. Xo'p, mana Masxuraga sezganki bo'ldi. Yoki ichkaridan bitta ko'rsatib beraylik. Ishlar jarayonini aka bo'lmasa. Qapqaplaydi zakazlar qilyapmiz. Aka Tojikistonga qilyapmiz, Toshkentga. Bora. Aka bu ham Chuska. O'zimiz Chus tumaniga.
Darvozan shveylari. Buniki ham masalan Bu 12lik. ko'rkirgalarda mashhurlardan mashhur bo'lgan joylarda darvozalar ishlatiladi. Mana darvozamizni nima deydi, Tojikistonga tayyorlayapmiz. 4.40 ga 4.25. Mana. Ini 4.40, balaligi 4.25. Mana 8 ga 8 profilda bo'lyapti. 8 Pro. Juda mo'shni qilishyapti-da. Xudo xolasa. Shumkali qilib beryapsizlar ekan buni. Shumka, ha. Buni shumkali qilib darvozamiz tayyorlab Tojikistonga ekan. Qirg'iziston, Tojikistondan ham o'tkazishadi. Qanday o'tkazib beriladi aka? Kargo orqalimi, chegaragacha? Chegaragacha olib borib beryapmiz. Hozircha Tojikistonga o'sha kargoga yetirib beramiz. Ha, kargoga yetkazib beramiz. Darvozada ham, mebelda ham eng arzoni. Darvozalar mana kraskaga tayyor bo'lib turibdi, suvarkadan chiqib. Bu ham egalarini kutib turibdi, xudo xolasa. Kraskasini. Chuska. Naryoqda o'zimiz aytganimiz voqaga, Toshkentga tindirmasdan ishlar davom etyapti. O'zam ko'rsatilganlarga sexlaridan oldik, endi bozorda ko'rsatamiz.